Men o'zim oddiy bir ayolman. Hayotimni bolalarim uchun bag'ishlagan, oilasi yo'lida har qanday mashaqqatga dosh berishga tayyor ayollardanman. Savol berishyapti, uy holat sharoitida yoki o'sha ketganimizda uzoqda, kimdir Koreyada, kimdir Rossiyada, kimdir qishloqda borishimizga hech qanaqamiz doktor ozgina bizga maslahat bering deb. Shuning uchun bugun men bir ikkita o'sha holatni katta qilish, operatsiyasiz kattaroq qildirish to'g'risida to'xtab o'tmoqchiman. Eng yaxshi narsalardan bittasi ham jinsiy faoliyatni yaxshilashga, ham tez tamom qilishga, tamom oldini olishga va o'sha jinsiy holatni kattaroq qildirishga pompalardan foydalanish, ya'ni pompa degani nasoslar deyilamiz. Lokalniy отрицательный давление bilan yoki manfiy bosim hosil qildirib, holatni o'sha katta qildirish. Bu bilasizlar, mana eng yaxshi zamonaviy apparatlardan bittasi. Va bu holat xuddi sportchi o'zi muskellariga yuklama bergandagi holatda o'ziga yuklama berilib, muskullarni cho'zish hisobiga ekstenziya deymiz, o'sha ekstenziya berib, cho'zdirib yuklama beriladi. O'zbekistonda ish topish qiyin bo'lib qolganidan keyin boshqa choram qolmadi. Qozog'istonga ishlash uchun chiqib ketishga majbur bo'ldim. Avvaliga hammasi oddiy tuyulgandi. Hammasi yaxshi bo'ladi deb o'zimni ovutdim. Yaqin qarindoshim orqali bir tanish ayolga bog'lanib, u orqali ish topdim. Bir qozog'istonlik oilaning uyini tozalash, ovqat qilish, ba'zida ularning bolalariga qarash. Pul yomon emas edi, lekin men bilmagan edimki, bu yo'l menga og'ir sinovlar tayyorlab qo'ygan ekan. Qozog'istonga kelganimda ilk kundanoq begonalik, yolg'izlik va sovuqlikni his qildim. Tanish-bilish yo'q, til biroz farq qiladi, odamlar o'ziga begona ko'z bilan qaraydi. Ish bergan ayol avvaliga muloyim edi, lekin oradan bir hafta o'tmay haqiqiy qiyinchiliklar boshlandi. Har bir kichik xatoyim uchun ko'yish, baqiriq, hatto ba'zida kamsitishlar. Sen o'zbeksan-ku, nima bilarding degan so'zlari yuragimni tilkapora qilardi. Uyda tozalikdan tortib ovqat tayyorlash, kir yuvish, hatto hovlini supurishga qadar hamma ishni yolg'iz qilardim. Dam olish degan narsa yo'q. Ertalab soat 6 da uyga onaman, kechqurun esa ko'pincha soat 11 dagina yotaman. Ba'zida och qolgan kunlarim ham bo'ldi, sababi ular menga sen ishlagani kelgansan, ovqat yeyish uchun emas derdi. Telefon qilishga ham ruxsat berishmasdi. Bolalarimni sog'inib, kechalari yostiqqa yuzimni yashirib yig'lagan kunlarim nechta bo'lganini sanab bo'lmaydi. Har kuni yuragimda qachon tugaydi bu azoblar degan savol aylanardi. Ammo chidardim. Bolalarimni o'ylardim. Ular uchun bu azobga ham ko'nikishga harakat qilardim. Bir kuni esa chiday olmadim. Isitmam ko'tarilib, hushimni yo'qotdim. Ular esa meni shunchaki ko'chaga chiqarib qo'yishdi. Kasal odam kerak emas deb. Shu payt bir boshqa o'zbek ayoli yordamga keldi. Menga dori olib berdi, vaqtincha uyiga joylashtirdi. O'sha ayol bilan tanishgan kunim hayotimdagi eng yorug' kunlardan biri bo'ldi. U ham menga o'xshab kelgan ekan, ishlash. Men yangi joyga ko'chib o'tgach, hayotim biroz o'zgarishni boshladi. Ish og'ir edi, erta tongda turib, katta binolarni supurib, pol yuvib, axlat chiqarib yurardim. Ammo hech bo'lmaganda o'z vatanimdan chiqqan odamlar bilan bir joyda ishlardim. Ular bilan dardlashardik, ba'zida kulardik, har kim o'zini qandaydir yo'l bilan tutishga harakat qilardi. Yana yashagim kelgan edi. Yangi joydagi brigadir ayol Tursunoy opa juda mehribon edi. U meni singlisdek ko'rardi. Hozircha chidagin, keyin yaxshi ish topamiz, tilni o'rgan, hujjatlaringni togirlaymiz derdi. Tili og'ir edi, ammo yuragi yumshoq. Unga ko'nglim ochildi. Ba'zan bir stakan choy ustida bolalarimni sog'inib, unga hikoyalarimni gapirib berardim. U esa jim eshitardi, gohida ko'zlariga yosh ham qalqib chiqardi. Men shunda tushundim, ayollar yuragida og'riq bir-birini tez topadi. Oradan 2 oy o'tdi. Bir kuni ishxonada bir qozog'istonlik ayol kelib meni kuzatdi. Keyin so'radi. "Isming kim?" "Dilnoza" dedim. "Ovqat pishira olasanmi?" "Albatta." Shu bilan u meni o'ziga taklif qildi. Restoranlar tarmog'ida kichik oshxonasiga ishchi kerak ekan. Dastlab xavotirlandim, yana o'sha eski og'riqlar qaytadimi deb. Lekin baribir bordim va hayotim yana o'zgara boshladi. Restoranda ish boshlaganimda avvaliga faqat sabzavot tozalashni topshirdi. Lekin men o'z ishimni vijdonan qildim. Har bir piyozni, har bir kartoshkani mehr bilan tozaladim. 2 haftadan keyin oshpazlikka o'rgatishdi. Yana 2 oy o'tgach esa menga alohida bir kichik bo'lim berildi. Salat tayyorlash uchun javobgar bo'ldim. Ish og'ir edi, ammo yuragimda gurur bor edi, endi meni hurmat qilishardi.
Orada men o'zbek tilidagi darslar orqali qozoq tilini o'rgandim. Telefonimda tarjimon dastur o'rnatib, har kuni 10 ta yangi so'z yodlar edim. Bu harakatlarim samara berdi. Ishxonadagilar meni qadrlay boshlashdi. Hatto ba'zan mijozlar oldida qozoq tilida gapirib, salomlashib, ularni kutib olardim. Kunlardan bir kun restoranga bir o'zbek yigit kirib keldi. U menga "Opa, sizni Farg'onadanman deb eshitdim, to'g'rimi?" deb so'radi. Hayron qoldim. Bilsa, u ham o'zbek, u ham Farg'onadan va u ham bu yerda ishlayotganlardan biri ekan. Ismi Shohrux. Judayam odobli, muloyim yigit edi. Men uni avvaliga ish yuzasidan tanidim, keyin esa u menga sekinasta mehr qila boshladi. Avvaliga yuragim qo'rqdi. Chunki avvalgi og'riqlarim, aldangan kunlarim, yolg'on va umidsizlik hali unutilmagan edi. Lekin Shohrux sabrli edi. U meni shoshiltirmadi, faqat yonimda bo'ldi. Har safar og'ir kunim bo'lsa, "Siz kuchlisiz, opa, sizga qoyilman" deb meni ruhlantirar edi. Bugun oradan 1 yil o'tdi. Men hali ham Qozog'istondaman, lekin avvalgidek ezilgan, haqoratlangan ayol emasman. Endi menga hurmat bilan qarashadi. Men o'z oyog'imda turishni, haqiqatimni himoya qilishni o'rgandim. Va eng muhimi, men endi o'zimni qadrlay boshladim. Shohrux bilan hali hech nima demaganmiz, lekin yuragimda iliqlik bor. Har safar telefonda bolalarim bilan gaplashganimda orzu qilaman. Bir kun kelib men ularni bu yerga olib kelaman, o'z uyimda, o'z tinchligimda yashayman deb. Chunki orzularim endi yo'q emas, ular meni yashashga undaydi. Nega?